yoqib hozirgi bundan oldingi ma'ruza bo'yicha man savol bermoqchi edim. Fikr bildirmoqchi edim. Endi man o'zimizni okrug saylov hududida aytmoqchi edim. Bugun mahallasida, Befarovat mahallasida nuroniy tomonidan biriktirilgan nuroniy vakillar bor. Ularni man familiyasini bilaman, istarajim ham. Turobbay Borujon aka murabbiyga berdi. Befarovatda Soliy Husan haqida deyishadi. Boshqa bolalar ular aktiv faol odamlar. Hatto shu 575 ming oylik olishadi. Bu oylikni gapirishmas, lekin o'ta faol odamlar. Sababi mahallani har qanday katta kichik masalasida doim ishtirok etadi. Men o'zim bitta qisqacha qilib aytmoqchimanki, o'zim guvoh bo'ldim. Masala bo'yicha Namangan tumanidagi suv ta'minoti aksionerlik jamiyatining oqova suv xizmati bo'limining birinchi chorak ish faoliyati bo'yicha Sardor Zakировich o'zingiz xabaringiz bor, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Tojibayev hujjati Sadriddinga kelishdi, o'rganish bo'yicha. Shu o'rganishda biz ishtirok etdik, tuman vakili sifatida, deputatlik vakillari sifatida. Haqiqatdan bu o'rganish davomida mana qo'limda birinchi chorak yakuni bo'yicha hisobot axborot shu suv ta'minoti qonunchisi hisobot turibdi. Buni sharhlasida o'qib, sabab birmuncha ishlar qilingan, haqiqatda qilingan ishlar va ijobiy baholangan. Bu qilingan ishlar asosan ichki imkoniyatdan kelib chiqib qilingan ishlar. Endi bizni tumandagi muammoni o'rganilganda, tuman muammosi asosan o'sha respublika darajasida hal qilingan muammolarni xabaringiz bor o'zingiz. Shu bu muammolar respublika dasturlarigacha kiritilgan. Ozgina vaqt soati yechilmay turgani uchun hal bo'lmay turibdi. Lekin tumanda qilingan ishlar markaziy o'sha markaziy quvurlar yoki mana o'zimizni markazdagi masalan Kenes nasos stansiyalarimiz mana 25 million miqdorida ichki imkoniyatdan kelib chiqib sarflangan mablag'lar remont rekonstruksiya qilingan. Buni ko'rdik, buni